Assalomu alaykum o'g'lonlar. Toyota Camry 2022-yilning 4-oyida chiqarilgan Xaliji 3.5 motor Grand komplektatsiyada mashin Dubayda paketda turilgan. Aq 3 komponent renk. Mashinada hech yillik kemchilik yo'q. Gone diska ve abul sokofini talabalar renklab eksport edaymeli. Dol obzor ferdim. Yeke aytib geçecekim meral. Ana mashin. Bir bagajında spoiler, 4 tane brazgavik koyayım mana. Diska покрышка falan yerdayına sular yani. Nikla rучка. Açlarını abiyada o'tibdi. Açık salon 131 ming probekti. Kichik monitor. İF kapılarda setka yo'q. Ne if zanaveska var. Mashin suratlari, videosi bardir WhatsAppdan xabarlashsangiz. Ekranda nomerda WhatsApp, Imo, Instagram, Telegram hammada chiqqandir. O mashin Xaliji mashin turajak bo'lsa, 3.5 ming so'm qiladi bo'ji. Efendim kim nereden kimden ne maşinasını efektin cama sağ olun.